Siz aniq bilmagan jonzotlar haqida 6 ta fakt. Birinchi fakt: Grenlandiya oq akulasi. Bu akula 500 yildan ortiq yashashi mumkin. U elektr hali ixtiro qilinmagan davrda tug'ilgan, ammo hali ham tirik. Ikkinchi fakt: Kazuar. Yer yuzidagi eng xavfli qushlardan biri. Uning kuchli oyoqlari va 12 santimetrgacha bo'lgan o'tkir tirnoqlari bor. Hatto u odam o'ldirgan yagona qush hisoblanadi. Shunga qaramay, kazuar tabiatda muhim rol o'ynaydi. U noyob tropik o'simliklarning urug'larini tarqatadi. Uchinchi fakt: Okapi. Bu jirafaning noyob qarindoshi bo'lib, Kongo o'rmonlarida yashaydi. Uning tanasi zebranikiga o'xshash chiziqlar bilan qoplangan, ammo tili jirafanikiga o'xshab uzun va ko'k rangda. To'rtinchi fakt: Karakal. Bu yovvoyi mushuk 3 metrdan ortiq balandlikka sakray oladi va qushlarni havoda tutib oladi. Salto otib ov qiladi desak ham bo'ladi. Beshinchi fakt: bu Nemo multfilmida chiqqan chiroq baliq. U 1 kilometrdan ortiq chuqurlikda yashaydi. Urg'ochi chiroq baliq boshda yorug'lik sochuvchi organ chiroqchaga ega. U bioluminessent nur yordamida o'ljasini o'ziga tortadi. Erkak baliq esa urg'ochidan yuzlab marta kichik bo'ladi, 7 mm dan 7 cm-gacha. 6-fakt: yapon o'rgimchak qisqichbaqasi. Bu sayyoradagi eng yirik bo'g'imoyoqli jonzot. Uning oyoqlari 4 metrgacha cho'ziladi. Qo'rqinchli ko'rinishiga qaramay, bu gigant okeanning tinch tozalovchisi bo'lib, asosan o'lik organizmlar va suv o'tlaridan oziqlanadi. Manfaatli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, chunki ma'lumotlar odatiy emas.